Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, velosipedlarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Elektrический velosiped so'ragan obunachilarimiz uchun Tayvanda ishlab chiqarilgan murskoy rama hamda damskiy ramali velosipedlarimiz bor. Bular 60 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tadi. Eslatib o'taman, original velosipedlar. Bundan tashqari Germaniyadan keltirilgan Yevropaning velosipedlari ham juda ham ko'p. Garantiyalari ushbu velosipedlarimiz 2 yil. Masalan, shu Feature velosipedimiz Avstriyada ishlab chiqarilgan. Yosh kattalarga, yoshlarga, to'g'rirog'i barcha yoshdagi velosiped ixlosmandlariga velosipedlarimiz bor. Bitta ko'rib o'tasizlar. Manzilimiz Farg'ona shahri, Yormozorda. Telefon raqamlarimiz 91 656 56 10 hamda 93 970 01 02. Velosipedlar soni cheklanmagan. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin yoki dostavka xizmatimizdan foydalanishlari mumkin. O'zi mustahkam bo'lsin, yengil bo'lsin, narxi esa arzon bo'lsin degan obunachilarimiz uchun ushbu Phoenix velosipedimizni taklif qilamiz. Skor soni 3 ta, tormoz tizimi oyoqda, razmerlari 28, pokrishkalari esa Cheval Marathon. Velosipedimizga 2 yil garantiya beramiz. Atagi 1.50 ming so'm. Navbatdagi velosipedimiz Ural velosipedni yoqtiradigan obunachilarimiz uchun bo'ladi. Lekin Germaniyadan ishlab chiqarilgan velosiped bu. Ural ko'rinishdagi. Bitta ko'rib qo'ysa, hurmatli obunachilar, juda ham mustahkam. Keyin bularda skor bo'lmaydi, bittalik bo'ladi. Razmerlari 28, ramalar to'liq temir, 2 qavatli. O'zi ham kattagina velosiped. Narx hammaga muhim. 1.200 ming so'm, 2 yil garantiyalari bilan. Hurmatli obunachilar, bitta ko'rib qo'yasizlar. Pokrishkalargacha Amigo zo'r holatda turibdi. Ramasi Ural rama bo'lsin, lekin skarasnoy bo'lsin, uzoq yo'lga qatnasin degan obunachilarimiz uchun shu Herkules velosipedini taklif qilamiz. Skor soni 8 ta. Bitta ko'rib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar, ramalari temir bo'ladi, diskalari dur alyumin, qanotlari esa nerjaveyka bo'ladi. Skorlari Shimano. Juda ham mustahkam velosipedlarimizdan bittasi, egalari ham. Narxi ham ajoyib chiqqan, 1.200 ming so'm. Obuna bo'lganlar uchun shu narxga beramiz. Bitta ko'rib qo'yinglar, hurmatli obunachilar, Gazel, Gollandiyaniki. Ramalari, diskalari to'liq dur alyumin bo'ladi. Skor soni 7 ta. Nexus Shimano yaponskiy apparat. Hamda tormozlari ham Nexus. Qo'l tormozda bo'ladi shu velosipedimizni, eslatib o'taman. Holatlari ideal holatda, garantiyalari 2 yil. Ham yengil, ham mustahkam, ham sifatli velosipedlar qidirib yurgan obunachilarimiz uchun ayni muddao. Og'ir yuklarga ham mo'ljallangan. Ko'rayotgan bo'lsalaring, buni tegalari 3 ta bo'ladi, 2 ta emas. Narx ham ajoyib chiqqan, atagi 1.600 ming so'm faqat obunachilar uchun. Yoshlar va yosh kattalar uchun ajoyib velosipedlarimizdan bittasi Convind. Razmerlari 26, skor soni 3 ta, tormozlari oyoqda. Qo'shimchasiga generatorlar bor, LED faralar bor. Bitta ko'rib qo'yasizlar. Holatlari yangi velosipedlarimizdan bittasi. Narx ham juda ham ajoyib chiqqan, atagi 1.500 ming so'm. Manzilimiz Farg'ona shahri, Yormozorda. Pokrishkalari ham Cheval. Bitta velosipedda 2 ta razmer. Qanaqasiga desalaring, obunachilar, orqa baloni 26, oldisi esa 20. Sistema Shimano yaponskiy, 3 ta skori bor, hamda generatorlari ham Shimano Nexus. Pokrishkalarga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Cheval Marathon Plus antiprokol bo'ladi. Velosiped juda ham noodatiy hamda juda ham baquvvat. Yosh katta hojdorlarga yoki yoshlarga ajoyib taklif. Noodatiysini minaman deganlar uchun zo'r velosipedlardan bittasi. Kimga narx qiziq bo'lsa, shuni telefon qilsalaring, ma'lumotlarni beramiz. Navbatdagi velosipedimiz Vortex. Razmerlari 26. Orqada 7 ta skori bor. Yoshlarga hamda yosh katta, bo'yi pastroq hojdorlarga juda ham munosib velosipedlarimizdan bittasi. Garantiyalari 2 yil, narxi ham ajoyib chiqqan, atagi 1.200 ming so'm.
Manzil Farg'ona shahri Yormozorda. Bu velosipedimiz nomi Gerkules Sporting. Bitta ko'rib qo'ysa, hurmatli obunachilar. Ruchnoy sborka bo'ladi. Razmerlari 28, ramalari, diskalari dur alyumin, spitsalari esa nershavika. Skor soni 7 ta. Ranglari ham juda ham ajoyib rang. Generatorlar Shimano, faralar lupali LED bo'ladi. Kimga ma'qul kelsa, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Premium klass velosipedlarimizdan bittasi Stevens. Razmerlari 28, ramalar dur alyumin, skorlari Shimano Yaponiyaniki, bitta ko'rib qo'yasizlar. Tormozlari oyoqda hamda qo'lda. Faralar LED, diskalar двойной. Generatorlari Shimano. Velosipedimiz ajoyib narxda chiqqan. Atigi 2.400.000 so'm. Avstriyada ishlab chiqarilgan. Rasmiylari 28, skor soni 7 ta, tormozlari oyoqda, qo'lda hamda ikkita qo'l tormozi bor. Ramalar dur alyumin, usulini og'ir yuklarga mo'ljallangan, diskalari esa двойной. Pokrishkalari antiprokol hamda generatorlari Shimano, faralari esa LED. Egalari taydama zatillari bor hamda egalari gelvi. Kattagina maza qilib minasizlar. Kimga shunaqa premium segment velosipedlar kerak bo'lsa, kelib xarid qilishlari mumkin yoki telefon qilib narxlarini bilishlari mumkin. Keyingi velosipedimiz elektronika Furo. Tayvanda ishlab chiqarilgan original velosipedlarimizdan bittasi. Razmerlari 28. Skor soni orqada 9 ta. Sistemasini ko'rayotgan bo'lsalar, Shimano Altus. Charxlarigacha Shimano, motorlari esa Bafang. Juda ham chiroyli velosipedlardan bittasi, yoshlar bor. Keyin tormozlari Tektro Jitxning bo'ladi. Buni oddiy velosiped qilib ham insalaring bo'ladi, elektronik qilib insalaring ham bo'ladi. Monitorlari ham juda ham tushunarli. Narx ham juda ham ajoyib chiqqan. Keyingi velosipedimiz ham elektronik Effect. Tayvanda ishlab chiqarilgan, razmeri 28, mexanik holatda skorlari 7 ta. Tizimlari Shimano yaponskiy. Tormoz tizimi Tektro Jitxning tormoz bo'ladi. Zo'r ishlaydi tormozlari. Elektronika qilib maza qilib insalaring bo'ladi. Sportивный elektronika velosiped qidirib yurgan obunachilarimiz uchun elektronik velosiped. Bittan o'zgartirsalar bo'ladi skorlarni. Diskli tormoz bo'ladi. Bitta ko'rib qo'yasizlar. Ramalar dur alyumin. 60 km dan ziyodroq yuradi shu velosipedimiz. Kimga ma'qul kelsa, qo'ng'iroq qilaring, narxlar bilan tanishtiramiz. Keyin har qanaqa velosipedlar mavjud bizda. Kattalarga, kichkinalarga, yoshlarga O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz ham mavjud. Velosipedlarimiz ham mavjud, ko'rib qo'yasizlar. Germaniyaniki.